Jannatni sotgan rohiblar. Bir kuni bir yigit cherkovning oldidan o'tib ketayotganda, u yerda uzun navbatda turgan odamlarni ko'ribdi. Qiziqib, ulardan so'rabdi. "Bu yerda nima bo'lyapti? Nima uchun navbatda turibsizlar?" debdi. Shunda navbatdagi odamlarning biri javob beribdi. "Bu yerda jannatdan joylar sotilyapti. Biz ham jannatdan joy sotib olmoqchimiz", debdi. Yigit biroz o'ylanib turibdi-da, navbatda turgan odamlar orasidan o'tib, to'g'ri cherkov ichkarisiga kira boshlabdi. Navbatda turganlar unga "Qayerga ketyapsan? Navbatga tur", deb baqirishibdi. Yigit esa ularga javoban shunday debdi: "Men do'zaxdan joy sotib olgani keldim", deb yurishda davom etibdi. Ichkariga kirgach, bosh rohibning oldiga borib, "Menga do'zax kerak. Sizlar do'zaxni ham sotasizlarmi?" deb so'rabdi. Rohib hayron bo'lib, "Do'zaxni kim ham olardi?" debdi. Yigit esa qat'iy javob beribdi. "Men olaman. Qancha turadi?" deb so'rabdi. Rohib biroz o'ylanib turib, "Agar butunlay do'zaxni sotib olmoqchi bo'lsang, 100 tanga bo'ladi", debdi. Yigit rohibga 100 tangani beribdi. Shundan so'ng rohiblar yigitga do'zaxni butunlay sotib olganini tasdiqlovchi hujjat yozib, muhr bosib berishibdi. Ular bir-birlariga qarab kulib ham qo'yishibdi. Yigit esa hujjatni olib cherkanidan chiqib, shunday debdi: "Ey odamlar, qaranglar, men do'zaxni butunlay sotib oldim. Endi sizlarning jannatdan joy sotib olishingizga hojat yo'q. Chunki men sizlarning hech biringizni do'zaxga kiritmayman." Buni eshitgan rohiblar shokka tushishibdi va yigitdan do'zaxni qaytarib sotib olish uchun ko'p harakat qilishibdi. Jannatdan joy sotib olish uchun kelgan odamlar esa, "Agar do'zaxni u butunlay sotib olgan bo'lsa, demak bizga jannatdan joy olishning hojati yo'q", deb o'z uylariga tarqalishibdi. Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun katta rahmat aytmoqchiman. Ammo kanalimiz rivojlanishi uchun, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoga like va kommentariy yozing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Anyverse jamoasi.